Cemşit kalaysın. Yaxşısın. Keldik be. Qaneki? Al qo'yib turshish. Bu yerga ovqatlanish, ashqanga chaqib beraman. Alo, qayerdasan? Endi haqqa bilsenmi? Bo'ldi, men boraman. Yo, bismillah. Oy bay, babam bu. 1177 mi? Avo, qayerga qaray yuraymi zaten? Turjubi, to'g'ri. Aha. Padmen degan usma. Avo. Bir joqdan keldingiz qo'yga. Shu ertangdan boshlab Padmening chiqmayma dedim. Senin bir tozun javob tıkıl. Ne oldu can? Janingning bugun jani shiqayin deb turibma dedim. Söyle sola koyayım mı? Endi bu Padmenimle söyleshirganga necha yil bo'ldi? Bir qiziq bo'latirdi prosta. Ko'p vaqt bo'ldi qo'yga. Bir salchi bo'lib qoldi. Uying ishini bari biladi. O'z akasi bilmaydi. Akasi qo'polda o'zi juda mumkin-da. O'zi asentisidan deydi qo'ya. Neyse can. Onda Padmenning akasi bugun barini urib chiqama dedim. Nima? Jag'i tirishlik usma taksidanmi? Avo 1177'imizde bayağıdan beri so kompaniyadamız. Yaxşı bir jağından aytıyor. Жұмыс болып тұрады. Hazır последний klientimiz siz. Keliniz ben kadar ovqatlanamiz. Aytıyor uydan yesaç yemey ketdi. Apetit yo'q deb. Apetit ko'shada ekan o. Qizim ruğungaday. Kiniges qo'y. Ağayım bo'lib chiqdik-ku. Qizim ekansan. Kiniges qo'y. Bayağıdan baylanasizmi? 1177'ni. Qayta so'rab qo'yaylik adam yo'q. Ava bayağı kichkantay kezdan baylanamiz. Sebep ne sebep ağa? Ha? Sebebini aytыңыза. Sebebi arzan-ku. O yeri. Arzan avo. Ертең keliningizdan qalmalı arzan bo'lsa sonda ya. Uydan da yaqinda. Belgisiz o uylanetini. Yo'q, belgili o. Bazılı. Keldik ağam, ne uyimiz be? Keldik ba. Padmeningda shu yerda qalatin chiqar. Padmen qalmaydi ağa, ne yig'ib tursa o. Hali ovqatlanamiz, aytdim bu keliningiz qo'ydi. Hop. 15 bin mi bo'ldi? Ağada bir 200 bin tık aytıyoruz. Ünlüğüme geldi mi? Hop. Ben 15 bin. Uyga bir kelgende qalmaldın üstüne qosib berersen sonra. Qo'ygan qildingiz ku ben. Endi 10-80 chaqiraman. Ümitim gülüm